salam bir neri kelsen, men buradaki deri chaqaman. Ha? Ondan keyin men deri chaqaman. Bütün derisini chaqib tutdi bu. Doktor tutdi, bir oy davolab, nemish qilsiz? Deri chaqaman. Voy, bo'lmab, 2-3 oy davolab boqaylik, 3 oy davolab, endi nemish qilsiz? Desa, pul topaman. Ha, mana saqayibdi u. Doktorxonamizda sharoit yaxshi, saqayibdi u. Pul tep nemish qilsa, rejet kirib derizani chaqam deydi. Ma'lum bir kanatga bir yo'lbosh paydo qilib, bichora kanatga dehqonlar molniklari yeb baramayapti-da. Kanat naqsha qilib, men bir palvon tepkilayman. Yo'lbosh o'tagida palvon tepkilaydi, palvonning birini tepkib chayir kirib. Dov qarab qaldi birni so'ya. Serdim buni so'yibdi, go'shini paq zeytib, mana qilma zarada qo'ylar. Bular aql ishlatib emas. Men kalon terisini men dumaga otib kechib cho'pigandek turman. Amerikan mekanda yo'lbosh itib turdi, men yanchiqdan pichoq chiqarib sanjabni birdan aqlaydim, birdan aqlaydim. Bu aqlliq kelsiz, yomon kelsiz deb kechuvg'on oyda otib qo'yib kirgizibdi. Kechuvg'onni guldir qaras. Wow, ovoz guldir qaras. Vajak chiqib ketdi ovozdan. Bu nima bo'lganda taqozoliklar aytgan bo'lganda dehqon qo'rqib chiqsa, palvon daraxtning tepiga chiqib titrab o'tirgan. To'q qarab, "Hey, palvon, o'ldimi? Yo'lbosh qiynayapsiz. Anani yo'lboshimi? Aqshab qaysam qo'qonni qo'yayotgan" deydi. Bir ayol var ekan, to'y to'yga ayrim bir ko'ylak, nazarchilar qilmay yana bir ayrim ko'ylak. Deyarli bir vaqa bo'ldi, suyagim bir ayrim yek ko'ylaklarni kiyib bor ekanda, ko'ygini. Bir kun to'y o'tgan. Yo'lchilar. Ahmadjon, degan bir malika o'tdik, ko'ylak olib beraga. Shkafda bor, shkafda. Shkaf shunda ichib, "Voy, bu shkafda kiyimlarni hammani malikaga ko'rib qo'ygan. Hammaniga malikaga ko'rib qo'ygan tamini. Sen kiyim-kechaklarni yig'ishtirasiz. Nega? Boshqa malika uchimiz deydi." Mana o'qish hayotida ba'zi bir bola zerikib bo'ladi, o'qish qiziqib qo'yib qoladi. Necha deganni o'rganib qolib ketganlarga. Yana bir 6 qolgan bo'lsa, u o'rganib qolib qora. Bir kun to'yponda akaldim, "Olay" deb yozda yolg'iz top chekishni boshladi bu. Nima? O'tirib bu 6 qolgan bisiplar. Chekilib bu potish sal chimi og'rinim qo'ymay chekilgan qara. Potish chekilib yatqabaq nishini. Karvatdan ikkinchi qavatda yotadi bu. Yetib bir kemda bu ko'chib ketdi, darhol o'rniga qo'ygan karavotga chiqib qoldi. Güzel bir bu ko'chib ketib qarab, "Aba ishni qo'pab olmadanmish. Aba ishni qo'pamagamsa, o'zimni tepib o'zimchilik ham deydi." Tengchilik degan gapda. Ba'zi bir odamlar ekan, o'zining kasbidan norozilar. O'sha alaqni ketib berib ekan, oldin bir o'zining kasbidan norozilik so'zi o'donish ketib berib ekan, oldidan bir serga chiqib, "Aytinglar, men talponlarni qondirman. Sen bu saytmankan, men saytman. Bizning kasbidan noroziman. Xapolmay bir saq chiqayotgan bo'lsam, va bo'lib deb saq chiqayotibdi, yana birisi, men navoy. Meni bir amoq qilib doktor qilayotgan bo'lsa, yana bir spam ekanda, "Serga, menda ilm, bilim degan nima yo'q. Ammo xalqning ko'zidan bir o't chiqarayotgandek bir kashf qilib qo'ysam, olib ketasiz, opirib boya chiqib ketdi." Mana bu. O'tga bundan chiqdi. Ondan bir golu qo'ydi. Gençlik diyengon g'irq qilmas. Resgun bo'lib bana berib aqamaldagi telegramning igizligini o'lchab kelgan almashtiramiz. Bunu deb ketibdi, hech kim g'irq qilmas. Yamushimni sirlib chiqdi, yamushimni sirlib chiqdi, to'rtira qiziqqa chiqib qolib ketdi. Nima ish qilyapsizlar bilan boshlab igizligini o'lchab kel degan telegramni o'lchatimiz. Va unda qilmay, ko'lab yak jiqtib o'lchamamsizlar. Voy aqlli ekansiz. Yak jiqtib ko'lab bu jiqtib. Mesela şu eke ben tutaydım, avuçuna gelip bu seriyim, ekip parattı telegramını. Mahmut'a qarab, sen beni keyiften saçmaladın ise, ana deyse, başlıklısı 200 kilo ölçep gelse, uzunluklu ölçtü olsan deyip. Ben kızılık yapalım. Uzunluklu ölçtü olsan. Bir ağıyla bak, otunda dehşet korktu bu. Canım adaş, bak otunda bak korkmaya. Kandak sen korkmayın dedi. Hey, Arap küçük bak. Ben Arap içemaydım deb, yağanlardan mesul oldu bu qara. Üzgən sacatlab, yedigenge münnüp papaqlarga, tamlar sürülüp, yüzgəni tamlab, üyü aram teşkil bolsa, ayol olib suya ketib turjimi? Ayol kelgan kuni, "Xotin, ha xotin, bundiki men uy yo'lbos. Ha, bundiki men uy yo'lbos." Ayol peshabandir, "Hamsi menchi, siz shu yo'lbos o'tgan vursun palvon" deydi. O'tga qiroyi. Oldu man hoca.